Cardioscience akademiyasida navbatdagi fundamental aritmologiya va elektrokardiografiya kursiga qabul boshlandi. Ushbu kursimiz 2,5 oyga mo'ljallangan bo'lib, bu kursimizda siz yurak anatomiyasi, fiziologiyasi, normal EKG tahlili, aritmiyalar, ularni kelib chiqish mexanizmlari, klinik diagnostikasi va eng zamonaviy davolash usullarini Yevropa kardiologlar jamiyatining eng so'nggi tavsiyanomalariga asoslangan holatda o'rganishingiz mumkin bo'ladi va bunga qo'shimcha ravishda siz real EKGlarni va ularning sxematik tahlillarini birgalikda olib boramiz. Ushbu kursimizning birinchi darsi 7 avgust kuni soat 20:30 da Telegramdagi yopiq guruhda bepul tarzda olib boriladi. Ushbu guruhga qo'shilish va kurs tematik planini olish uchun izohlarda EKG so'zini yozib qoldiring. Men sizga direktdan yuboraman.